Assalomu alaykum aziz zamondoshim. Sog' omonmisiz? O'z rahmatlarini yog'dirib, musaffo tong havosini tuyish baxtiga musharraf etgan Robbimizga hamdlar bo'lsin. Tilayman ey do'stim, har qanday damda nomardu nokasga ishing tushmasin, g'animlar oldida qolsang alamda, ko'zingdan bir tomchi yoshing tushmasin. Hurmatli aziz tinglovchim, endi esa asarni tinglashda davom etamiz. Boshpana. Muallif Jahongir Ayyub. Daraxt kurtaklari bahordan nishona berdi. Havolar birmuncha ilib qoldi. Endilikda Rasuljon boshpana masalasida ancha ko'ngli to'q bo'lib qolgandi. Hartugul Nurxon opa narxini ham oshirmadi, uydan ham quvmadi. Rasuljon endi faqat tirikchilik tashvishini va shaxsiy boshpana uchun pul yig'ishni o'ylab, bir soniya ham tinim bilmasdi. Yollanma ish sifatida qo'l urmagan mehnat turi qolmadi. Hammollik, dastyorlik, uy buzish, uy qurish, hatto shahar chetidagi issiqxonalarda ham ishladi. Mana shunday zahmatli kunlarning birida bir badavlat, baobro' insonning qurilishida yollanma ishchilar qatorida ishga sho'ng'idi. Mana shu ish Rasuljonni omadli, baxtli istiqbol sari yetaklashini xayoliga ham keltirmagandi. Bu insonning ismi Hamidulla bo'lib, hamma u kishini hurmat qilib Hoji bobo deyishardi. Hamidulla hoji 50 yoshlarda bo'lib, ochiq chehra, atalishiga monand soqol mo'ylovli, shirin so'z inson edi. Hatto ona suti og'zidan ketmagan bolalarga ham sizlab gapirardi. Yuzida farishtasi bor degan mashhur iborani aynan shu insonga nisbatan bemalol qo'llash mumkin. Hamidulla hoji yuqorida ta'kidlaganimizdek, juda badavlat inson edi. Shaharda qo'sha-qo'sha tijorat do'konlaridan tortib, xususiy korxonalarigacha bor edi. Boy bo'lishiga qaramay, kamtargina kiyinib, oddiy rusumdagi avtoulovda yurardi. Rasuljon ayni mana shu insonning e'tiboriga tushdi. O'z mehnati va tirishqoqligi bilan Hoji boboning e'tiborini o'ziga qarata oldi. Ishchilar taomdan so'ng qornini silab charchoq yozdi qilib o'tirganda, Rasuljon o'zini ishga urdi. Boshqalar sigaret chekib, perikur qilib turishganda, Rasuljonning qo'lidan mehnat qurollari tushmadi. Mana shu sa'y-harakatlar javobsiz qolmadi. Do'kon qurilishi bitganda, hamma yollanma quruvchilar ish haqini to'liq olgach, Hamidulla hoji hamma bilan shirin suxanlik bilan xayrlashdi-yu, Rasuljonga sen qol degandek imlab qo'ydi. So'ng Rasuljonni ortidan ergashtirib, do'konga kirib kursiga cho'kdi. Hamidulla hoji bir zum soqolini tutamlab, sukut saqlagach, mulohazali ohangda dedi: Rasuljon, inim, ish davomida siz bilan ancha tanishib ham oldik. Ko'rdim, juda tirishqoq yigit ekansiz. Sizdagi bu xislat menga yoshligimni eslatdi. Men ham bir paytlar og'ir mehnat tagida yashaganman. Rasuljon, siz menga ma'qul bo'lib qoldingiz. Rasuljonning yurak urishi tezlashdi. Hamidulla hojining gap ohangidan allaqanday yaxshi taklifi borligi sezilib turardi. Agar xo'p desangiz, bundan keyin ham menda ishlasangiz. Sizbob ishlar bizda bisyor. Qolaversa, qora mehnatdan ham boshqa ish ko'p. Hozircha do'kon yuklarini tashish bilan shug'ullanib turarsiz. Ammo keyinchalik tijoratda ham o'zingizni sinab ko'rishingizga imkon berarman. Faqat hozircha yuk va ba'zi ishlarga ko'maklashib tursangiz bas. Ish haqqi masalasida norizo qilmaymiz. Nima dedingiz? Rasuljon nima derdi? Uning o'rnida bo'lgan har qanday ehtiyojmand inson ham bu taklifga jon-jon deb ko'nardi. Boshpanasi kabi ishining ham tayini yo'q bu yigit uchun bu taklif shuncha chekkan sitamlariga mukofotday edi. Agar hozir xo'p desa, har kuni ertalabdan turib, bugun tayinli ish chiqarmikin deya Mardikor bozoriga borib, mijozlar yo'lida mo'ltirab o'tirishlariga chek qo'yiladi. Rasuljon shunday ham qildi. Hoji bobo, dedi Rasuljon allanechuk hayajondan bo'g'iq ovozda. Taklifingizdan boshim ko'kka yetdi. Men roziman. Faqat sizga pand berib qo'ymasmikinman? Pand bersangiz, mendan bor yo'g'i hayfsan olasiz-da. Ha, mayli. Bugun borib damingizni oling. Ertaga ertalabdan shu yerda bo'ling. Yigitlarga tayinlab qo'yaman. Ish bilan ta'minlashadi. Ertaga do'konga mol keladi.
Rasuljon Hamidullo hoji bilan xayrlashib uyga jo'nadi. Hamidullo hojining saxiyligiga shubhalanmasa ham bo'ladi. Eng asosiysi, endi Rasuljon ko'p qatori ertalab turib doimiy aniq bir ish uchun yo'lga otlanadi. Bularni o'ylab, Rasuljon nihoyatda shod va baxtiyor edi. Ayniqsa, Hamidullo hojining tijorat ishiga ham tortaman degan so'zlari Rasuljonning xayolida qayta-qayta charx urardi. Biroq neholki, Rasuljonning quvonchi tez barham topdi. Uyda uni navbatdagi noxushlik kutib turardi. Rasuljon uyga kirib borganida uy sohibasi Nurxon opa Zarina bilan o'tirgandi. Zarinaning tushkun avzoyidanoq Rasuljonning ko'ngli bezovtalandi. "Kelib qolganingiz yaxshi bo'ldi", dedi Nurxon opa zo'raki jilmayib. "Bir gapni endigina kelinga tayinlab aytayotgandim." "Nima gap?" Rasuljon shunday deya eshik yonidagi kursiga omonat cho'kdi. "Xullas", deya Nurxon opa taraddudlanib gap boshladi. "Uyni ta'mirlatmoqchi bo'lib qoldik. O'g'lim remont uchun pul jo'natdi. Qisqasi, yozda kelmoqchi ekan. Kelishi bilan to'y qilib, kelinni mana shu uyga tushirmoqchimiz. Shuning uchun tezroq ta'mirni boshlamasak, ulgurolmay qolishimiz mumkin." Rasuljon jim bo'lib qoldi. U endigina ancha vaqtga boshpana tashvishidan qutuldim deganda, yana bu ahvol. O'zi nimalar bo'lyapti? Nahotki ijarada yashovchilarning barisida shu mashmasha bo'lsa, yoki faqat Rasuljonning bu borada omadi chopmayaptimikin? Har 2-3 oyda uy almashtiraverishning o'zi bo'ladimi axir? Qushda qo'ynim bor, Rasuljonning oilasida qo'ynim yo'q. Rasuljon og'ir bosh ko'tardi. "Qachon uyingizni bo'shatib qo'yishimiz kerak?" dedi horg'in ovozda. Nurxon opaning yuzida rostakam jilmayish yoyildi. "Rahmat o'g'lim, tushungan odamning sadag'asi ketsang arziydi. Qancha tez bo'shatsalaring menga shuncha yaxshi. Undan keyin yarim oy turganlaringiz haqini ham harna biror kam ko'stimizga yarab qolar deyman-da. O'g'lim, bu yog'iga xafa bo'lmaysiz. Menga qolsa-ku 1 yil ham turaveringlar edi. Lekin..." Uy sohibasining so'nggi taskinnamo so'zlari yosh oila uchun quruqlikda yotgan jonsarak baliqqa suv sepganchalik ham emasdi. Ammo Rasuljonning ham iloji qancha. Tur desa turadi, ket desa ketadi. Boshpana o'ziniki bo'lmagandan keyin. Nurxon opa bir muddat bidirlagach, yarimta ijara haqqini qayta tayinlab, xonadonni tark etdi. Bu gal Rasuljon xotinining yuziga qaray olmadi. Oradan 5 oy o'tdi. Yoz adog'iga yaqinlashib, kuzning nafasi sezilib qoldi. Shu 5 oy ichida Rasuljon yana 2 ta ijara boshpana almashtirdi. Birinchi safar Marusiya ismli rus kampirning 4 xonali uyida beka bilan birga yashashdi. Marusiya xola bo'lmish Rasuljonlarga bittagina xonani berib qo'yib, bir o'zi 3 ta xona bo'ylab kezib yurardi. Rasuljonlar uchun chegara hammom va oshxona va hojatxonagacha edi xolos. Bunga ko'nikish mumkin. Ammo kampir tushmagurning birinchi kunlardayoq o'ziga yarasha tajang, injiqliklari fosh bo'lib qoldi. Marusiya xola salgina shovqinni ham ko'tara olmasdi. Rasuljonning o'g'li xarxasha qilib qolgudek bo'lsa, "Tishi можно", deya ijarachilar xonasining eshigini chertib qolar, baland ovozdagi suhbatlashishlarga ham tanglashaverardi. Beka oshxona yo'laklarda besaramjonlik tugur bir gardni ko'rishni istamasdi. U juda ozodaparast chiqib qoldi. O'ta tejamkorlik ham uning bir qirrasi edi. Iloji bo'lsa-yu, gaz ham, chiroq ham yoqilmasa. Kampirsho har kuni "Svet выключайте, gaz потушите" deya eru xotinning jonini hiqildog'iga keltirardi. Axiri bo'lmadi. Rasuljon oilasini olib, Marusiya xolani o'zining 4 xonali uyida yolg'iz qoldirib, yangi joyga ko'chib ketdi. Bu joy ham ijaragirning o'zi yashaydigan uy bo'lib, har tugul hayhotdek hovli joy edi. 50 yoshlardagi xonadon sohibi bo'lmish Zikrillo aka Rasuljonlarga oshxona yaqinidagi bir xona va dahlizni ajratib berdi. Har holda Zikrillo aka Marusiya xoladek ichtor emas ekan. Faqat Zikrillo akaning oilasidan ajrashgan bir so'qqabosh piyanista o'g'lining har 2 kunning birida ichib kelib hovlini boshiga ko'tarib janjal qilishini hisobga olmaganda, Rasuljonning qulog'i tinch edi. Ammo aynan mana shu piyanista yigit Rasuljonning bu boshpanasiga ham chek qo'ydi. U Zarinaga 1-2 bora ola qarash qildi. Rasuljon uchun shuning o'zi kifoya bo'ldi.
Axir har kuni allaqanday yomon niyatli nusxaning ko'z oldiga jufti halolini tashlab ishga ketolmaydi-ku. Rasuljon ijara uylar bozoriga tushib, bu gal bir xonali, egasi yashamaydigan uy topib keldi. Yangi uy sohibi xohlaganingcha turaverasan degan bo'lsa-da, yigit boshiga tushgan sargardonliklar sabab bu gapga ishonmadi. U o'z uyiga ega bo'lgandagina bu muammolardan qutulishi mumkinligini bilardi. Ammo ro'zg'or va ijara pulidan orttirib uy sotib olishga qurbi yetarmikan? Rasuljon keyingi paytlarda Hamidulla hojining qo'l ostidagi savdo do'konida sotuvchi bo'lib ishlayapti. Tijorat ilmidan ancha-muncha xabardor bo'lib qoldi. Kunlarning birida Hamidulla hoji Rasuljonni yoniga chaqirdi. Rasuljon, shahar chetida oziq-ovqat do'konim bor. Shu do'konni sizga topshirsam degandim. Eplay olarmikinman? Eplaysiz, jilmaydi Hamidulla hoji. Odam qilgan ishni odam qiladi. Nasib bo'lsa, biror haftada do'konni qabul qilib olasiz. Sizdan ijara va ustama haq olmaymiz. Ulgurji mahsulotlarga insof bilan o'z haqingizni qo'yib sotaverasiz. Foydangiz shundan bo'ladi. Rasuljon o'ylanib qoldi. Qalbida umid uyg'ondi. Chunki hozirgi ishi bilan boshpana sotib olish qiyin edi. Tijorat esa boshqa gap. Agar halollik bilan chin dildan ishning ko'zini bilib mehnat qilsa, boyib ketishi mumkin. Rasuljon shu xayollar bilan uyiga qaytdi. Uyda esa qaynonasi Nafisa opa mehmon bo'lib kelgan ekan. Oyi, keling, assalomu alaykum deya so'rashdi u. Biroq qaynona kuyovining salomiga alik olmadi. Qovog'ini solganicha bosh irg'ab qo'ydi. Xotinining qizargan ko'zlaridan ona bola o'rtasida qandaydir gap bo'lganligini payqadi. Xush ko'rdik, oyi, dedi Rasuljon yana. Bir aylanib kelibsiz-da. Bunaqa aylanish qursin, qaynonaning ovozida iddao borday tuyuldi. Qizimning ahvolini ko'rib, bo'larim bo'ldi. Kelay desam, aniq manzil yo'q. Yaxshiyam bu yerdan ham ko'chib ketishlaringdan oldin kelibman. Nafisa opa onda-sunda telefon orqali qizidan hol-ahvol so'rab turardi. Demak, manzilni Zarinadan olgan. Rasuljonning ko'ngli qo'rs muomaladan vayron bo'ldi. Ammo bildirmadi. Sen Zarinaga dedi. Dasturxon ham solmabsan. Keragi yo'q, cho'rt kesdi Nafisa opa. Rasuljon, bu nimasi? Bu qanday yashash? Bir yildan beri ahvol shu. Zarina doim telefonda yaxshi yashayapmiz deydi. Kelib ko'rdim ahvollaringizni. Bir yilda 7-8 joyga ko'chibsizlar. Qizimni sizga xoruzor qilish uchun beruvdimmi? Rasuljon xotiniga yuzlandi. Uning bu qarashida nahotki onangga dardingni dasturxon qilgan bo'lsang degan ma'no bor edi. Zarina yuzini ters o'girdi. Qachongacha shunday yurmoqchisiz? Dedi alam bilan qaynona. Yurishimga nima bo'pti, oyi? Qachongacha mardikorga o'xshab birovlarning xizmatini qilib yurasiz? Rasuljon nima desin hozir? Yo'q, oyi, men hozir mardikor emasman, yaqinda tijorat bilan shug'ullanaman desinmi? Bundan nima naf? Xudo xohlasa o'zimni o'nglab olarman, dedi Rasuljon yerga qarab. Birovlarning xizmatini qilib yurmasman. Shunaqa deng, qoshlarini chimirdi Nafisa opa. Bir yil ichida nima o'zgarish qildingiz? Uy olish uchun jilla qursa 3-4 so'm orttirdingizmi? Yoki faqat qorin to'ysa bo'ldi-da deb yuribsizmi? Rasuljon indamadi. Kuyovning sukuti Nafisa opaning zardasini oshirdi. Mening darbadarlikka tashlab qo'yadigan qizim yo'q. Oraga jimlik cho'kdi. Men Zarina bilan nevaramni olib ketaman. Uy sotib olsangizgina siz bilan yashaydi. Rasul ilinj bilan Zarinaga termuldi. Zarina, meni tashlab ketmoqchimisan? Ayol ko'ngli to'lib turgan ekan, yig'lab yubordi. Ha, ketmoqchiman. Hammasi hiqildog'imga keldi. Uyma-uy ko'chishlar ham. Men-ku mayli, mana bu go'dak ham bizga qo'shilib sargardon. Ro'zg'orni-ku aytmasa ham bo'ladi. Topganingiz ijaradan ortmaydi. Shu ham hayotmi? Boshida iziga tushib ketar deb umid qildim. Bir yil o'tsa ham yashash joylarimiz o'zgarib turishini hisobga olmasa, boshqa hech narsa o'zgarmadi. Shuncha chidading, lekin baribir yorilding-a, dedi Rasuljon alamli kulimsirab. Yorilmay bo'ladimi? Zarinaning o'rnida boshqa ayol bo'lganida bunaqa hayotga bir kun ham chidamasdi, dedi tumshayib qaynona. Oraga yana dilxira sukunat cho'mdi. Gap shu, dedi nihoyat qaynona jiddiy qiyofada. Agar sizga oila kerak bo'lsa, hech bo'lmasa bir xonali uy sotib oling. Shunda qizim yoningizga qaytadi. Rasuljon tushkun ohangda dedi.
Oyi, yaqin o'rtada uy sotib olishim qiyin. Uy sotib olish uchun katta pul kerak. Ana, ota uyingizni sotib yuborgan tug'ishganlaringizga boring, haqingizni ayirib oling. Hozirgi zamonda araz achchiqqa balo bormi? Rasuljon to'nini teskari kiyib olgan qaynonasini ham, joni hiqildog'iga kelgan xotinini ham qaroridan qaytarishga ojiz edi. Rasuljon yolg'iz qoldi. Bir oydirki, Rasuljonning ichiga chiroq yoqsa yorishmaydi. Yolg'izlikdan siqilib ketdi. Yangi do'konda ish boshlab yuborgan Rasuljon oldingiga qaraganda yaxshi topayotgandi. Ammo endigina boshlagan bu tijorat ishi bilan hali beri uy olishi dargumon. Ba'zida bariga qo'l siltab yuborgisi keladi. Hatto og'ir kunida tashlab ketgan xotinidan nafratlanib ketar, ammo bu nafratning umri ko'pga cho'zilmas. Xotini va o'g'lining sog'inchi baribir ustun kelardi. Rasuljonning ayriliqqa toqati qolmadi. Tezroq bunga chek qo'yish kerak. Uning butun fikru zikrini uyli, boshpanali bo'lish xayoli egallab olgan edi. U bir qarorga keldi. Katta akamnikiga boraman. Ota hovlidan o'z ulushimni bersin. So'ng bir xonali uy xarid qilaman. Shuncha qiynalganim yetar. Ertasigayoq Rasuljon xo'jayinidan 1-2 kunga ruxsat olib, tug'ilib o'sgan shahriga ravona bo'ldi. Najmiddin ukasini mamnun qarshiladi. Dasturxon boshida Rasuljon maqsadini oshkor qildi. Shunaqa dedi Najmiddin. Uy olmoqchimisan? O'shanda senga bir xonali bo'lsa ham boshpana olib beramiz deganimda unamaganding. Ulushingdan butkul voz kechding. Shu ketganingcha 1 yil ko'rinmay ketding. Keyin biz nima desam ekan, sotilgan hovlining bor puli taqsimlangan, sarflanib ketgan. Men o'g'il to'y qildim, opang qiz chiqardi. Qolganlar ham o'z ehtiyojlari uchun ishlatishgan. Demak, mening ulushimni ham taqsimlab olgan ekansizlarda, balki qaytib kelar deb o'ylamadinglarmi? Yo'q, sizlarning asl muddaolaring ham shu edi. Najmiddin aka o'ylanib qolgan ukasining ahvolini sezdi. Mayli, yig'ilishib, maslahatlashib ko'ramiz, balki u yoq bu yoqdan. Lekin hozir hamma o'zidan ortmaydi. Keragi yo'q, dedi uka. Ovora bo'lmanglar. Rasul, o'shanda qo'ying aka, Rasuljon akasining gapini bo'ldi. Ortiq eslashni ham istamayman. Rasuljon Fotihaga qo'l ochdi. Mayli aka, men boray. Iye, shoshib qoldi Najmiddin. O'zi endigina kelding-ku. Mendan xafa bo'lding-a? Meni tushun, ataylabdan bunday. Yo'q aka, sizdan xafa emasman. Ishga qaytish kerakligi uchun shoshyapman. Hali qaynonamning uyiga borib, bola chaqam bilan ham ko'rishishim kerak. Oilang qaynonangnikidami? Rasuljon dardini dasturxon qilgisi kelmadi. Shunchaki vaqtinchaga deb qo'ya qoldi. Najmiddin gap nimadaligini fahmladi. Rasuljon qaynonasining uyi tomon oshiqdi. Rasuljon o'tgan fursat davomida qilmishlari uchun yaqinlariga nisbatan ko'nglida alam bor edi. Qondoshlari uning ulushini ham bo'lishib olishganini bilgach, alam nafratga aylandi. Rasuljon alam ustida ulushidan voz kechgandi. Aka-opalari buni juda yaxshi bilishardi-ku. Rasuljonning niyati boshqa edi. U ulush masalasini hal qilganidan so'ng xotinining oldiga o'tib, Zarina, mana ota uyimdan ulushimni oldim. Yur, poytaxtga ketaylik, bir xonali uy olamiz demoqchi edi. Endi nima deydi? Sizlarni sog'indim, bir ko'rib ketay deb keldim deydimi? Rasuljon qaynonasining darvozasiga yaqinlashgach, ich-ichida titroqli hayajon uyg'ondi. Bu qanday tuyg'u? Hadikmi, sog'inchmi? O'zi ham tushunmasdi. Bir zum darvoza yonida turgach, eshik qoqdi. Darvozani Zarina ochdi. Yaxshimisan, Zarina, dedi Rasuljon. Zarina qisqagina qilib keling dedi-yu, yon tomonga tislandi. Rasuljon hovliga kirdi. Qo'lidagi shirinliklar va yeguliklar solingan paketni xotiniga uzatgach, ko'zi hovlida o'ynab yurgan o'g'ilchasiga tushdi. Bolakay ham otasini ko'rib, dada degancha pildirab Rasuljon tomon yugurib keldi. Rasuljon o'g'ilchasini dast ko'tardi. 2 yuzidan o'pib bag'riga bosdi. Hovli o'rtasidagi so'rida qaynonasi o'tirardi. Keling, kuyov, Nafisa opaning ovozida soxta mulozamat sezildi. Rasuljon qaynonasi bilan ko'rishdi. Bir aylanib kelibsiz-da, dedi Nafisa opa istehzo bilan. Ha, bolalarni ko'rib ketay deb. Tuzuk, ishlar yaxshimi? Uy-puy olay deb qoldingizmi? Bir oy ichida uy sotib olish oson ish emasligini qaynonasi yaxshi tushunadi-ku. Nima demoqchi bu gapi bilan? Rasuljon savolga qisqagina qilib, harakat qilyapmiz deb qo'ya qoldi.
Harakat qilish yaxshi, lekin birovlarning xizmatini qilib yurish bilan... Rasuljon gap ohangidan hammasini tushundi. Hozir savdo-sotiq qilyapman demoqchi bo'ldi, biroq bu bilan qaynonasi xursand bo'lishiga ko'zi yetmadi. Suhbat qovushmadi. Birozdan so'ng Nafisa opa joyidan qo'zg'aldi. Mayli, mening zarur ishim bor edi, deya qiziga yuzlandi. Zarina, kuyovga dasturxon yozsang-chi, axir mehmon shuncha joydan kelgan. Rasuljon qaynonasidan ularni xoli qoldirayotgani uchun minnatdor edi. Bu hovlida qaynonasi kenja o'g'li bilan yashaydi. Qaynotasi ko'p yillar avval olamdan o'tgan. Yo'qsa qaynotasi uning ahvolini tushungan bo'larmidi? Zarina so'riga dasturxon to'shash uchun qo'zg'alganda, eri uni o'tirishga undadi. Zarina, bilaman, ketdik deganim bilan oldimga tushib ketmaysan. Buni sendan talab ham qilolmayman. Boshpanasi yo'q erkak bilan yashash oson emas. Yaxshimi, yomonmi 3 yil birga yashadik. O'rtada farzandimiz bor. Men sizdan ajrashib kelganim yo'q, faqat musofirlikda qiynalib ketdim. Uydan uyga ko'chib yuraverishdan charchadim. Zarina, hozir ishlarim yaxshi. Hamidulla hoji menga shahar chetidagi do'konini berdi. Sotuvchilik qilyapman. Sotuvchilikmi, hammollikmi, nima farqi bor? Daraxtning soyasida nihol ko'kararmidi? Tijorat barakali ish, Xudo xohlasa, keyinchalik o'zim ish boshlayman. Do'kon deysizmi? Bu ahvolingizda tuya hammomni orzu qilishday gap. Katalakday uy ololmayapsiz-u? Bu ma'lumot Rasuljonning yuragini teshib o'tdi. Xo'rligi keldi. O'g'ilchasiga nigoh qadaldi-yu, alamini bosishga urindi. Zarina, Xudo haqqi, hozir ishlarim yurishgan, lekin bu hayot sizlarsiz menga tatimayapti. Ijara uyga borishga yuragim betlamaydi. Yo'q, meni kirimni o'zim yuvib, ovqatimni o'zim tayyorlash qiynagani yo'q. Sizlarni sog'indim. Yolg'izlik jonimga tegdi. Nima, bizga oson deb o'ylaysizmi? Tanish bilishlarning, qo'ni-qo'shnilarning eridan ajrashib kelibdi degan g'iybat menga kerakmi? Men ham odamlarga o'xshab yashashni xohlayman. Darbadarlikni emas. Ijarada yashayotgan faqat biz emas-ku? Ha, o'z uyidan haydalgan ham faqat biz emasdirmiz. Lekin men to'la-to'kis yashayotgan odamlarga havasim keladi. Rasuljon o'ynab yurgan o'g'liga yana tikilib qoldi. Borib o'g'ilchasini bag'riga bosdi, yuz-ko'zlaridan to'yib o'pdi. U o'g'ilchasini qo'yib, qaddini tiklaganda, Zarina uning ko'zlarida yosh miltiraganini ko'rdi. Mayli Zari, men qaytay bo'lmasa. Hayot bir tekis bo'lmaydi. Mashaqqat, qiyinchiliklar insonga soyadek ergashib yuradi. Gap bu qiyinchiliklarni yengib yashashda. Er-u xotin esa mana shunday paytlarda sinaladi. Men shu qiyinchiliklarni bir o'zim yengishga harakat qilaman va bunga majburman. Chunki sen ayni damda yonimda bo'lishni istamayapsan. Mayli, yaxshi qol. Rasuljon darvoza tomonga yo'naldi. U go'yo o'z baxtidan uzoqlashayotgandek edi. Qalbini cheksiz iztirob, qayg'u, xo'rlik egallab olgandi. Rasuljon darvoza tutqichiga qo'l cho'zdi. Shu payt ortidan Zarinaning o'tinchli ovozi yangradi. To'xtang. Oradan 6 yil o'tdi. Rasuljon uchun bu yillar oson kechmadi. Mehnat va zahmatlari tufayli muvaffaqiyatlarga erishdi. Hamidulla hojining qo'l ostida boshlangan tijoratchilik ishi keyinchalik o'z xususiy do'konini barpo qilish uchun poydevor bo'ldi. Uning ishlari yurishib ketdi. O'zi ish boshlaganining 2-yilida shahar markazidagi ko'p qavatli uylardan 3 xonali uy sotib oldi. Uning ulkan orzusi ushaldi. Bir paytlar qoruzorlikda mardikorlik qilib yurgan yigit bo'lganini endi u alamli jilmayish bilan eslardi. O'sha damlarni eslash yuragining og'riqli nuqtasiga aylangandi. Keyingi paytlarda ishi boshidan oshib toshgan, Rasuljon endilikda qurilish xom ashyolarini ishlab chiqaruvchi korxona ochish taraddudida. Uning uchun oyning yorug' kunlari boshlangandi. Darvoqe, endi Malikjonning singlisi bor. Rasuljon marhuma onasining hurmati va xotirasi uchun farzandiga volidasining ismini qo'ydi. Ko'rimsizgina hovlining zangori darvozasi yoniga oq Lacetti kelib to'xtadi. Mashinadan sochiga erta oq oralagan barvasta yigit tushdi. Darvozani qoqdi. Ko'p o'tmay eshik ochilib, ostonada 50 yoshlardagi to'ladan kelgan ayol ko'rindi. Keling, uka, savolomuz boqdi ayol. Hovli joylaringizni sotish to'g'risida e'lon bergan ekansizlar, dedi yigit. Shunga uyni bir ko'ray deb. Shunaqami, marhamat.
Bekaning taklifi bilan yigit ichkariga kirdi. Uy to'liq pishig'ishdan barpo bo'lgan. Maqtovni boshlab yubordi beka. Tashqaridan odmi ko'ringani bilan xonalari ko'p, keng, shinam, hovlisi ham katta, 20 sotix. Uyning narxi qancha? Dedi yigit. 30 ming dollarga bermadik, 35 deyapmiz. Picha tushmaysizmi, opa? Bo'lari shu, dedi beka. 32. Ko'nsangiz pulni 2 kunda hal qilaman. Xo'jayin bilan maslahatlashib ko'raychi. Opa, bu gaplarni qo'ying. Rozi bo'ling, yomon narx aytmayapman. Lekin ukajon, olgandayam zo'r uy olyapsiz. Tomorqasi ham keng, imoratni ko'rdingiz, yaxshi qurilgan. O'zi bu xonadonni 7 yil oldin sotib olganmiz. Menga qolsa-ku sotmasdim, lekin ona shahrimizga ko'chib ketadigan bo'lib qoldik. Bu hovlining oldingi egalari. Yigit ayolning gapini bo'ldi. Opajon, bu uyning tarixi menga ayon. Oldingi egasi kim barpo qilganini ham bilaman. Beka sergak boqdi. Shunaqami? Demak, hammasini bilasizmi? Bu uyning oldingi egalari bir oz mojaroli tarzda. Ha, opa, hammasini bilaman. Kenja o'g'il bola chaqasi bilan ko'chaga badarg'a qilinganini ham. Uy sohibasining ko'zlari pirpiradi. So'ng dedi: "Demak, bu tafsilotlarni bilishingizga qaraganda siz asli shu yerlik bo'lsangiz kerak." Opajon, o'sha kenja o'g'il men bo'laman. Ayol lol qotdi. Rasuljonni ota uyini sotib olganligi haqidagi xabar uning tug'ishganlariga ham chetlab o'tmadi. Ertalabdan darvoza eshigi taqillab 3 aka va 2 opa xijolatomuz qiyofada kirib kelishdi. Ularning yuzlariga ulkan nadomat soya solgandi. Rasuljon qondoshlarini ichkariga taklif qilgach, katta aka zo'r-bazo'r gap boshladi. Ota uyimizni qaytarib olganingni eshitib boshimiz osmonga yetdi, uka. Bu bilan bizning xatomizni tuzatganday bo'lding. Rahmat. Ha, jur'atsizona gapga qo'shildi katta opa ham. Ota uyimizni sotib, o'zligimizni yo'qotgan ekanmiz. Katta xatoga yo'l qo'ygan ekanmiz. Ota-onamizning ruhini chirqiratdik. Senga ham nohaqlik qildik. To'g'ri, dedi kenja opa g'amgin ohangda. Shu voqeadan so'ng ota-onamiz ko'p bora tushimga kirdi. Tinchim yo'qoldi. Yuragimda og'riq uyg'ondi. O'zimni qo'yarga joy topolmay qoldim. Bizni kechir, uka, mo'ltiradi o'rtancha aka. Biz nohaq ekanmiz. O'sha uyning pullari arzimagan narsalarga ishlatilib yo'q bo'lib ham ketdi. Barakasini bilmadik. Aniqrog'i yuqmadi bizga. Bizning oldinlari boshimizni bog'lab turgan ota makonimizni sotib olganingni eshitib qanchalik xursand bo'lganimni bilsang edi. Kechir, uka. Kechir, Rasuljon, qo'shildi kenja aka ham xijolatdan qizarib. Oraga birpas jimlik oraladi. Keyin Rasuljon samimiy jilmayib dedi: "Qo'ysangizlarchi shu gaplarni. O'tgan ishga salovat. Muhimi, hammamiz uchun muqaddas bu dargohni qaytarib oldik." Shu joyda bir oz tin olarkan davom etdi. "Oshna, tanish bilishlarimni chaqirib, uy to'yi qilib bermoqchiman. Sizlarni yo'qlamoqchi bo'lib turuvdim. Kelganlaringiz yaxshi bo'ldi. Jiyanlarimning hammasini olib kelasizlar. Kattagina to'y qilib nishonlaylik." Bu samimiy taklif o'rtadagi no'ng'ay muhitni bartaraf etdi. Hammaning yuzida mamnuniyat ifodasi jilolandi.